Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Oldingi videoda sizlarga xabar bergandim. Mana shu joyda tog' tagidan yer olganmiz. Suvsiz joy, suv muammo anchagina bor, lekin kam. Shuning uchun tomchilatib sug'arish, shlanka orqali sug'arish usullari bilan bog' yaratmoqchimiz. Mana shu porsinka bilan chegaralangan hudud bizga tegishli. Mana pastga qarab yarim gektar, ya'ni 52 sotik joy bizga tegishli. Ana shu yerda hozir biz shu arig'i suvidan shlanka orqali olib kelganmiz. Mana shlanka bilan Xudo xolasa mana ekilgan daraxtlarimiz ancha issiq bo'lishiga qaramasdan kun ko'karib turibdi. Mana shlanka orqali sug'orishga harakat qilamiz. Mana bunisi hali uncha rivojlanmagan, lekin mana e'tibor bersanglar, mana nimasi kurtagi chiqib turibdi Xudo xolasa. Bu ham tez orada rivojlanib ketadigan umiddamiz. Suv juda ham muammo joy. Shlanka orqali olib kelinmasa ariq bilan suv boylab bo'lmaydi. Suv tanqis joy juda ham. Mana shu yerda hech qanaqa nima deydi, yaxshi imkoniyatlar bo'lmagan joyda chiroyli bog' yaratish harakatida yuribmiz. Xudo xolasa duo qilib tursanglar, bu yerda chiroyli bog' barpo qilamiz. Shunaqa yo'l bilan sug'arishga harakat qilamiz. Mana tepamizdagi dehqonlar, bog'bonlar juda zo'r mehnat qilishgan. Endi biz keyinroq oldik yer, ya'ni 2025-yildan boshladik harakatni. Suv ana Nivani oldiga e'tibor bersanglar, Niva mashina turibdi, o'shani teparog'ida nima o'rnatganmiz. Bochka o'rnatganmiz 1 tonnalik. Ana shundan yo'naltiriladi suv, ya'ni avval suv ariq orqali keladi, bochkaga tushadi, bochkadan shlanka orqali o'zini kuchi bilan tushib keladi, ya'ni tepalikdan kuchi bilan tushib kelib sug'arishimizga ancha qulaylik yaratadi. Mana shunaqa bog', Xudo xolasa yaxshi niyatlar bilan boshlaganmiz. Mana porsinkalar bilan chegaralangan 52 sotiq joy. Xudo xolasa bundan oldingi videoda ham ko'rsatgandim. Endi har bir videoda harakat qilamiz. Xudo xolasa shu o'zgarishlarini, kamchiliklari bo'lsa kamchiliklarini qo'yib boramiz. Endi haydalmagan, lekin o'sha uvat joy bo'lganligi uchun tabiiy landshaftni buzmaylik deb haydatmaganmiz. Yer ya'ni o'sha o'zini o'tlari, hashagi bilan turibdi. Bu yerda o'rib tozalaymiz, unda ham alohida video qilinadi. Lekin tog' juda chiroyli joy. Parkent tumani, Saray qishlog'i, Zarshoq tog'ining tegi. Mana shu Niva mashinasini oldidan yana 2 kilometr, 3 kilometr atrofida uzoqlikdan suv kelgan. Juda ham kam, juda suv tanqis joy. Lekin mana bog'bonlar juda chiroyli mehnat qilib bog' yaratib qo'yishgan. Baraka topsin, bizga ham xuddi shunaqa bog'lar nasib qilsin, Xudo xolasa. Niyat qilganmiz shunaqa bog' barpo qilishga. Tepada mana giloslar pishib yotibdi, mana olmalar. Baraka topsin, egalari juda chiroyli qarab qo'yishgan. Biz ham shularga havas qilgan holda bog'imizni yaratmoqchimiz, Xudo xolasa. Tashlandiq joy bo'lgan. Shuning uchun biz buni auksion orqali yutib olib harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa tez orada chiroyli bog' barpo bo'ladi bu yerda degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Har bir yutuq va kamchiliklarimizni sizlar bilan o'rtoqlashib turamiz.